mansardani ichi qanaqa bo'ladi deganlarga mana shunaqa bo'ladi mansardani ichi. Tepalarga pena sepaman deyishdi. 5 sm, 6 sm pena sepilsa, xudo xolasa issiq sovuqqa yaxshi bo'ladi. Keyin plus patoloy bo'la turganda bazal tashab yuboriladi. Xo'p, mansardani ichini qanday bo'linadi desa, xohlasa xona-xona qilib bo'lsa ham bo'ladi. Mana shu stoygalarda pastdagi devorni ustiga qo'yilgan. Hammasi o'sha devorlarning ustida. Pastda qanaqangi xona bo'lsa, mansardada ham xuddi shunaqangi xona bo'ladi. Mana shu yerda devor ketgan, ikkita ustun mana shu devorning ustida. Bu yerda ham bunaqasi devor ketgan, devorning ustida. Bu yerga gazoblokmi, gipsokartondanmi nimadandir pergorodka qilib bo'linsa, mana shu masalan 6 metrga 5,5 metrli bitta xona, o'zining derazasi. Bu yerda ham shu. Zinadan chiqish, pastdan zinadan chiqiladi. Mana shu yerga kelganda xolasa mana bitta katta ho'l qilib, zal qilib foydalansa ham bo'ladi. Eni 5,5 metr, uzunligi 13 metr. Mana shunaqa katta. Ro'parada o'zi pastda ham dush, tualeti bor, sanuzeli bor. Xolasa ikkita qilib foydalansa ham bo'ladi, joy katta. Bu yoq ham o'sha 5,5 ga 6 metr, 5,5 ga 6 metrli xona qilib bo'linsa ham bo'ladi. Eshigi devor ketsa, bu yoqda общийga sanuzel qilib foydalanadi. Bu общий bitta trenajyorniy zalga bu narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Постоянно yashash bu kerak emas desa, bola o'ynaydigan joy qilib foydalansa bo'ladi. Har bitta xonada bu yoqlarda ikkitadan deraza ham bo'ladi. Nariyoqlarda bitta deraza bo'lsa, xullas shunaqa. Mansardamizda ichi ham chiroyli bo'lib, ustunlar hammasi devorlarda ustiga tushgan. Oralarda divayni tortilgan hammasi. Orasi uzoqligi uchun. Xolasa baquvvat.